Kıymetli qarindoshlar, biz davamlıq insan ve başka canlılarga kesel tegib, saksız bulup kaldıqanlıqını anlayız. Lekin cemiyetlerge kesel tegib, saksız bulup kaldıqanlıqını az anladık yoki anlap bakmadık. Navada cemiyetlerning bu kesel bulduğanlıqıga, hatta bazılarının bekrak kesellik içinde ekanligiga qiziqsangiz, Kaliforniya Universitetida xizmat qilgan kültür antropolog Robert Edgerton tarafidan yozilgan Kesel Cemiyetler nomli kitobiga murojaat qiling. Biz bugun bu qimmatli kitob haqida to'xtalamiz. Robert Edgerton kitobini Orwellning Her cemiyet keseldir. Lekin ba'zi jamiyatlar ba'zilari qaraganda bakrak keseldir degan so'zi bilan boshlaydi. Mazkur kitobda buni savollarga javob izloldi. Dunyo tarixiga qarab chiqadigan bo'lsak, 300 jamiyat masalalarni hal qilishdan ojiz kelib, vayron bo'lib ketgan. Ba'zi jamiyatlar masalalar o'tirg'i chiqqanda vaqtli qiynalgan bo'lsa-mu, lekin tirishish orqali masalalarga chora topib, mavjudligini davomlashtirishga muvaffaq bo'lgan. Biz oldinqisiga kesal yoki saqsiz jamiyat, keyingisiga sog'lom jamiyat deb nom bersak bo'ldi. Undaqda nima uchun oldingi kesal jamiyatlar vayron bo'lib yo'qolib ketgan, keyingisi undaq bo'lmagan? U bu savolga mundaq javob topgan. Bir jamiyatning urf va odatlari, ya'ni dunyo qarashining bir qismi u jamiyat kesal bo'lib yo'qolib ketishiga, shundaqla mavjudligini davomlashtirib, taraqqiy qilib menishiga sabab bo'ldi. Ya'ni bir jamiyatning urf odatlari bu savolning javobidir. Undaqda urf odatlar qanday davomlashadi? Urf odatlar avloddan avlodga davomlashadi. Ma'lumki, urf odatlar o'zligidan davomlashib mangdi. Demakki, jamiyatlarni ham kasallik olib boradigan, hatto yo'q qiladigan hamda taraqqiy qildiradigan mu urf odatlardir. Undaqda bu ikki xil urf odat o'tirisidagi farq nima? Oldi bilan urf odatlar qanday davomlashadi? Javobi, urf odatlarning davomlashishining oldingi sharti uning dal urf odat bo'lishidir. Agar bir jamiyatning urf odatlari foydali va qimmatli bo'lsa-mu davomlashaverdi. O'xshashla foydasiz, ziyonli bo'lsa-mu davomlashib mangdi. Ya'ni Darwinning nazariyasi urf odatlarning davomlanishini izohlashda ishga yaramaydi. Bular ustida izlangan Robert Edgerton buni yakuniga keldi. Sog'lom va taraqqiy qilgan jamiyatlarning urf odatlarining tagida e'tiqod va dunyo qarashini asos qilgan qadriyatlar sistemasi, ya'ni qimmat qarashlari bor. Bu jamiyatda jamiyat va insonni taraqqiy topqizadigan qadriyatlar kulturi hukmron o'rinda turadi. Lekin kesal yoki saqsiz jamiyatlarning urf odatlarida bundaq qadriyatlarni ko'ra olmaymiz. Ya'ni bundaq jamiyatlarda qadriyatlar emas, vahima kulturi hukmron o'rinda turadi. Demakki, bu asosli qimmatlar yoki qadriyatlar ko'p umumlashmagan yoki bularga ahamiyat bermagan jamiyatlar ig'ir kasaldir. Bu qadriyatlar umumlashgan jamiyatlar bo'lsa, sog'lom jamiyatlardir. Undaqda jamiyatni sog'lom qilgan bu qadriyatlar qaysilar? U buning yer shariy qadriyatlar ekanligini deydi. Ya'ni insonning nerv sistemasiga lozimlik va mos bo'lgan qadriyatlardir. Kesal yoki saqsiz jamiyatlarning aloyiligicha yer shariy qadriyatlar emas, vahima kulturi hukmron bo'lgan saqsiz va kesal jamiyatlarning aloyiligi tuvanlikcha. Birinchi, haqiqatga hurmat yo'q. Haqiqat bir necha xil bo'ldi. Birinchi, inson o'zidan mustaqil, konkret va obyektiv holatda mavjud bo'lgan narsalarni ko'rsatadi. Bu dal bilimning sohasiga kirdi. Ikkinchi, obyektiv haqiqatlarning inson o'zida o'ziga muvofiq holda aks etishini ko'rsatadi. Uchinchi haqiqat bo'lsa to'g'rilar bo'lib, bu hukmning ham haqiqat hamda tafakkur qonuniyatlariga muvofiq bo'lishini ko'rsatadi. Kesal yoki saqsiz jamiyatda buni illatlar ko'p uchraydi. Yalğan so'zlasanglar bo'laverdi. Qancha ko'p gap qilsang, shuncha yaxshi va shuncha kuchli bo'lsan degan tushuncha kuchlik. Bu jamiyatda bilmaydigan narsani bildigandek qilib ko'rsatadigan odamlar ko'p chiqadi. Haqiqat bilan ko'p odamning kari yo'q. Haqiqat insonning ijtimoiy martabasiga asosan o'zgarib mangdi. Ya'ni kim kuchli bo'lsa, shuning gapi to'g'ri deb qabul qilindi. Fikr mustabitligi eg'ir holda mavjud. Ilmiy tanqid qiluvchilar hujum uchraydi. Haqiqatga hurmat bo'lmaganlik uchun yolg'onchilik umumlashadi. Nuqul gapdagi yolg'onchilik emas. Zulmga sukut qilindi. To'g'ri va muvofiq ish qilishdan bakrak kuchliklarning irodasi bo'yicha ish qilish ko'p bo'ldi. Munosabat shakli qatlamliqdir. Kichiklarning o'zini ifodalashiga yo'l qo'yilmaydi. Bilim prinsipga va ma'lumotga asosan emas, ixtiyorlikqa asosan ish qilindi.
haqiqatga hurmat qilmag'achqa muqaddas, muborak, ahamiyatli, qimmatli va nufuzli hukmlarning qadri qilinmaydi. Bu hukmlar davomli dafsana qilindi. Bularni yoqlag'uvchilarning inovati bo'lmaydi. Bunda qimmatli hukm va narsalarning qimmati ojizlab ketgachga yoki bo'lmag'achqa hammadan u ishni bildigandek, shu ishning ahlida gap qilgan bo'lib ketadi. Bundaq jamiyatda bilim taraqqiy qilmaydi. Nizomsizlik, prinsipsizlik umumlashgan bo'ldi. Undaqda qadriyatli kulturi hukmron o'rinda turadigan jamiyatning alohidliklaricha. Haqiqatga hurmat var. Nima ko'rgan bo'lsang, nimani anglagan bo'lsang, shu biti boshqalarga yetkazgin. O'zingdan bir narsa qo'shmagan deyildi. Shunga bilmagan narsani bilmayman deydigan tushuncha kuchli bo'ldi. Bilim qandaq jamiyatda taraqqiy qildi. Bilimning asosida haqiqatga hurmat yetadi. Bilim kuzatish bilan boshlandi. Haqiqat bo'lganlik uchun uningga hurmat qilindi. Ilmiy yakunni kim o'tirib qo'yishdan qat'iy nazar uningga hurmat qilindi. Fikr erkinligi, ilmiy tanqid umumlashgan bo'ldi. Yolg'on gap ig'ir elindi. Shaxsiy jamiyatlarda yoki kisal jamiyatlarda haqqoniyatga hurmat qilinmaydi. Haqqoniyat barobarlikdan farqlidir. Adolat va adolatlik bo'lishini ko'rsatadi. Tampunglikni ko'rsatadi. Haqqoniyat din va qonunning asosiy prinsiplaridan biridir. Shaxsiy jamiyatda haqqoniyatga hurmat ojiz yoki yo'qdir. Boshqalarning haqlariga daxl qilish ayb hisoblanmaydi. Haqqoniyatni tashabbus qilgan diniy va ijtimoiy prinsiplarga ahamiyat berilib ketmaydi. Kishilik munosabatda kim kuchli bo'lsa, adolat va haqqoniyat shu tarafda bo'ldi. Mukofotga loyiq qobil kishilarning haqlari berilmaydi. Mukofotga loyiq bo'lmagan kishilar e'tiborga erishadi. Sog'lom jamiyatda prinsip ustiga qurildi. Bu prinsip shaxsiy manfaat yoki konkret axloqiy qarashlardan xolidir. İnsan haqlariga hurmat qilindi. Shaxsning salohiyati qaralmasdan kim bir narsaga loyiq bo'lsa, shu mukofotga erishadi. Ko'p ishlarda qobiliyat asos qilindi. Haqliq bo'lsa, kuchlik hisoblandi. 3. Kishilik xarakterdagi tuturuqsizlik. Ichi teshi bir bo'lmaslikni ko'rsatadi. Shaxsiy jamiyatda insonlarning ichi teshi bir bo'lmaydi. Ya'ni insonlarda kishilik butunligi yo'qdir. İnsanlarning ichki dunyosi bilan tashqi dunyosi birdek emas. Bundaq bo'lg'achqa insonlar bir-biriga ishonmaydi. İnsanlar va'dasi turmaydi. So'zning kuchi bo'lmaydi. Bundaq jamiyatda bir ishni qilganda ko'rinadigan ahvol mavjud. Masalan, bir narsaga ishonmay turibmi, ishonmaganda gap qildi. İnsanlar dinning muhimligini shundaq ta'kidlaydi. Dinning taqozosi bo'yicha ish qilmaydi. İnsanlarning nazarida oila shunchalik muhim. İnsanlarning nazarida farzand shunchalik muhim. Lekin oilaga va farzandlarga ko'p chiqarmaydi. Bundaq jamiyatdagi insonlar kitob va haqiqatning yoki bilimning shunchalik muhimligini deydi. Lekin bularga ahamiyat bermaydi. Bundaq jamiyatda hamma narsa qilinayotganda ko'rindi. Lekin hech qanday narsaning ko'p unumi bo'lmaydi. 4. İnsanning izzatiga hurmat qilinmaydi. İnsanlar inson izzati nuqsidan teng emas. Bundaq jamiyatda insonning eng cho'ng va eng g'oy kimligi bo'lgan inson kimligi butunlay unutilib ketadi. Bu kimlikka ko'p odam e'tibor bermaydi. İnsanın boshqa kimliklari, ya'ni ijtimoiy kimliklari bakrak muhim o'rinda turadi. Ya'ni inson izzati inson ijtimoiy martabasiga asosan bo'ldi. İnson bo'lganlik uchun emas, kuchiga asosan hurmat ko'rdi. İnsonga o'zining qimmatini bayqashga yoki qo'dashga sharoit oz bo'lg'achqa o'zini ifodalash ahvolimi tuvan bo'ldi. Kishilik munosabatlar inson sifatida emas, obyektiv vosita sifatida ko'rildi. Sog'lom jamiyatda bo'lsa, insonlar qimmatini his qilib yashaydi. 5. Sen ve men tushunchasi kuchlik, biz tushunchasi ojizdir. Men tushunchasi o'zgalarga ishonmaslik, o'zgalarni ojiz va tuvan ko'rish, o'zini qaltichaqlashni asos qilgan bo'lib, o'zgalarni kontrol qilishga moyil qildi. Bunda xarakterga kishilar davomli boshqalarni kontrol qilishning qo'ydi yurdi. Bunda tushunchadagi kishilar o'zining hamma narsani bilganligini, shunga barliq ishlarning o'ziga maslahat so'ranishini, o'zidan so'rab qilinishini kutdi. Bu xil tushunchadagi kishilar o'zining qaltis ekanligini ilgari sursimi, amaliyotda ularning mavjudligi san tushunchasidagi kishilarning mavjudligiga bog'liq. San tushunchasining tagida ojizlik qatadi. Bu tushunchadagi inson kunlik turmushda qilishqidagi ishlarga mas'ul bo'lmaydi. Ulardan yiroq turdi. Mas'uliyatni boshqalarga ortib qo'ydi. Birisi yoki boshqalar mening o'rnimga qilish kerak degan tushunchaga ega. Bu tushunchaga kishi o'zini ifodalash uchun harakat qilmaydi. Davomli boshqalardan bir narsa kutadi. O'z mas'uliyatini inkor qilib, mas'uliyatini o'zining doirasi sirtida tushundi. Natijada kishi sirtqa beqindi bo'lgan va boshqalarning kontrol qilishiga moyil kishilik xarakter yutildirib, o'zining mavjudligini boshqalarga, bundoq qilib aytganda, hokim kuchga, ya'ni o'zidan kuchli insonlarga taslim qildi. Bu tushuncha kuchlik o'rin turadigan munosabat shakllari
ota-ona va bola o'tirisidagi munosabatga o'xshatildi. Shaxs o'zini mas'uliyatlari va yolg'izlikdan qutuldirish maqsadida mudofaa sifatida paydo qilgan san tushunchasi, mas'uliyatlar vaqtli kechiktirilgan, masalalar hal qilinmay tag'dak berkib ketgan kasal tushunchadir. San tushunchasidagi insonlar man tushunchasidagi insonlarning kontroliga kirdi. Man tushunchasi bilan san tushunchasi amaliyotda bir-birini to'liqlaydigan, bir-biridan uzuq oladigan bir tanganing ikki yuzidir. Bu xil tushuncha umumlashgan jamiyatda boshqalar nima deb qolar tushunchasi umumlashgan bo'ldi. Bu tushuncha bo'lsa kishilarning mas'uliyat va vijdon engini tuvaltdi. Biz tushunchasi ojiz bo'ldi. Sog'lom jamiyatda biz tushunchasi kuchli bo'ldi. 6. Kollektivga xizmat qilish engi ojiz bo'ldi. Shaxsiy jamiyatda shaxs o'zi taalluq bo'lgan guruhga yoki jamiyatga va yoki millatga xizmat qilish engi ojiz bo'ldi. Shaxsiy jamiyatdagi kishilarda hayotlikning bir-biriga bog'lanish ekanligi haqida tushunchasi tuvan bo'ldi. Shunga o'zimi tava bo'lgan bu hayotlik sistemimizga xizmat qilish orqali bu sistemning taraqqiy qilishiga ahamiyat bermaydi. O'zi chiqqan kemining cho'kib ketishiga kuch chiqarmasdan sukut qildi. Sog'lom jamiyat bo'lsa xizmat engi kuchli bo'ldi. 7. Fidokorlikning ojizligi. Bu atrofidagilarga bo'lgan sevgining ojizligida ifodalandi. Shaxsiy jamiyatda boshqalar uchun fidokorlik qilish va sevgi nazari bilan qarashning o'rniga boshqalardan foydalanish umumlashgan bo'ldi. Munosabatda rehm shafqatsizlik kuchli bo'ldi. Boshqalarning taraqqiy qilishi ancha muhim emas. Muhim bo'lgani shu shaxsning o'zining taraqqiyotidir. Shu shaxsning o'zining manfaatidir. Sog'lom jamiyatda o'zi farzandlari atrofidagilar uchun fidokorlik qilindi. Xayr xo'sh.